السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سميحة. inshaalloh bugun darsimizni davom ettiramiz. Demak, biz Manhajul Alamiy A1 daraja kitobidan ikkinchi qiroaga kelgan edik. Xo'p, al-qiroatu val fahm. Demak, matnning nomi, bu yerda matn emas, dialog berilgan. Sabahul xayr, xayrli kun. Xo'p, Aisha va Nur. Demak, ikkalasini suhbati, ikkita ayolning suhbatini ko'rib chiqamiz. Xo'p, عائشة قالت صباح الخير xayrli kun va nurun صباح النور. Demak, صباح الخير aytilsa javobiga صباح النور deb javob bersak bo'ladi. Xo'p, keyingisi kayfa haluk. Kayfa haluki bo'ladi qiz bolaga nisbatan. Haluka bo'lsa, demak oxiri okonchanyasi fatha bilan bo'lsa, u o'g'il bolaga murojaat bo'ladi. Haluki bu qiz bolaga murojaat bo'ladi. Ahvoling qanday? Demak, alohida tushuntirsam ki, demak bu qo'shimcha. Bu qo'shimcha, mana bu oxirida qo'shilayotgan okonchanya ning, sening degan tarjimani beradi. Ya'ni sening holing, ahvoling kayfa, qanday? Xo'p, javobiga bi xayrin valhamdulillah va anti. Demak, yaxshi, bi xayrin bu kalima tepada lug'atlardan keyin tarokiblarning ichida kelgan edi. Valhamdu demak hamd lillahi, Allohga hamd bo'lsin, yaxshi. Va anti, senchi, javob berdi. Va Aisha ana bi xayrin ma ismuki. Bizda ma ismuki deb o'rganib qolganmiz, lekin bu yerda vasl qilib masmuki desak bo'ladi. E'tibor beringlar, bu yerda ham mana ki qo'shimchasi oxiriga qo'shilyapti. Demak, ism plus ki qo'shimchasi qo'shilsa, tarjimasi nima bo'lar ekan? O'zbek tilida sening bo'lar ekan. Faqat bu qiz bolaga nisbatan, qiz bolaga. Arab tilida muannas deymiz. Muannas jinsida sening. Xo'p, javobiga ismi Nur va anti. Mana ismi, bizda mana bu qo'shilgan yayi mutakallim deymiz. Xo'p, mana shu qo'shimcha qo'shilsa, bu mening degan tarjimani beradi. Ya'ni mening ismim Nur va anti, senikichi deb so'rayapti. Va ismi Aisha, ismim Oysha. Min ayna anti ya Nur. Alohida aytaman tarjimasini. Min dan qo'shimchasi, ayna qayer so'roq olmoshi, anti sen qiz bolaga nisbatan, ya bu harfi nido, ey degani, Nur ism. Ey Nur, sen qayerdansan deb so'radi Oysha va javob beryapti. Ana min Suriya. Men Suriya, mana bu dan qo'shimchasi, ya'ni men Suriyadanman. Min Dimashq, xossatan shu Dimashqdan. Va anti, senchi deb so'rayapti. Va Aisha ana min Misr. Tarjima qilamiz, o'zingizlar harakat qilinglar. Demak, men Misrdanman. Minal Qohira, demak Qohiradan. Ma amaluki, Nur so'rayapti. Ma bu so'roq olmoshi nima degani? Amalun ish, ki yana sening qo'shimchasi qo'shilyapti. Ya'ni sening ishing nima? Nima bilan bandsan yoki-da kasbing nima degan ma'noda. Xo'p, Oysha javob beryapti. A'malu bu fe'l, ishlayman. Muallimatan fil madrasa. Demak, fi bu da qo'shimchasi. Da ichida. Tezlik bilan lug'atlarni yozib ketishga harakat qilinglar. Fil madrasa, ya'ni madrasada. Muallimatan bu mansub holatda kelyapti, ya'ni muallima bo'lib ishlayman. Va anti, senchi? Nur javob beryapti. Ana toliba fil jami'a. Yana mana bu qo'shimcha kelyapti. Jami'a bu universitet degani. Demak, universitetda talabaman. Toliba. Ismning oxiriga mana bunaqa tamarbuta qo'shilsa, bu muannaslikni belgisi. Masalan, tolibun desak, bu o'g'il bola talaba degani.
shu ismga ta marbutani qo'shsak, tolibatun bo'lib, qiz bola talaba bo'ladi. Xo'p. Demak, fi sanati thalitha. Demak, 3-yil, ya'ni bu 3-kurs talabasi ekan universitetda. Ana sa'idatun bi liqa'iki. Demak, men bi liqa'iki, seni ko'rganimdan xursandman. Va ana aydan deb javob beryapti Nur. Ya'ni men ham xursandman ma'nosida. Xo'p, bilmagan so'zinglarni dialog davomida yozib ketdinglar deb o'ylayman. Agar ulgurmagan bo'lsanglar, videoni qaytadan ko'rishinglarni maslahat beraman. Xo'p, avvalan imla'il bayanatil atiya. Xo'p, bu o'qigan dialogimiz bo'yicha buni dialogni yaxshilab o'qib bo'lganinglardan keyin dialogga qaramagan holatda xotira o'yini qilib yozasizlar. Ya'ni Oysha, masalan, balad qaysi mamlakatdan, qaysi shahardan edi, nima edi u, talabamidi yoki boshqa kasb egasimidi va qayerda ishlardi yoki o'qirdi. Nurnikini ham, Oyshanikini ham. Demak, buni xotira o'yini qilib eslab yozib yozasizlar. Xo'p, keyingi mashqimiz bizda thaniyan ixtaril kalimatal g'aribata min kulli majmu'ati. Xo'p, bu yerda nima qilar ekanmiz? Keraksiz, g'ariba deb o'qidimmi yoki g'arbiya dedimmi? Kalimatal g'ariba. Xo'p, bizda bu yerda keraksiz so'zlarni chiqarib tashlaymiz ekan. Bu yerdan masalan tushuntiraman. Bizda ana bu men degani men olmoshi, anta sen olmoshi o'g'il bolaga nisbatan, huva u o'g'il bolaga nisbatan, hada esa bu yerda bu ko'rsatish olmoshi. Xo'p, bu yerda kishilik olmoshlariga ko'rsatish olmoshi aralashib qolgan. Demak, bu yerda al kalimatul g'ariba mana shu so'z. Buni belgilaymiz. Qolganlarida ham xuddi shunaqangi ajratasizlar. Keyin yana bir gap, bu kitobni PDF-ini topish muammo bo'ladi, adashmasam. Chunki bu kitob sotuvda tom qilib sotishadi, alohida sotishmaydi. PDF-ini agar kimda yo'q bo'lsa, YouTube'da tepada Telegram kanali manaqasini linkini qo'yib qo'yganman. O'sha yerga kirib yozsanglar, inshaalloh PDF-ni ham tashab beraman, kimga kerak bo'lsa. Xo'p. Alhamdulillah. Keyingisi thalithan iqra'il bitaqati thumma ajib. Demak, mana buni kartochkadagi so'zlarni o'qiymiz va mana bu savollarga javob beramiz. Masalan, al-ism Kamalun Abdullah. Umri necha yosh? 30 yosh, muallim ekan, Suriyadan ekan va nimasi? Jinsi erkak jinsi ekan. Xuddi shunaqangi pastda kelyapti, ya'ni Kamolning yoshi necha yosh yozamiz to'liq qilib. Va u kim bo'lib ishlar ekan? Muallima, masalan, ya'malu mualliman qilib. Va u qayerdan ekan? Huwa min Suriya. Shu kabi to'ldirasizlar buni. Xo'p, bu yerda 4 ta berilgan, 4talasini ham shunaqa to'ldiramiz. Al-muhadatha. Xo'p, tabadali ta'abir al-atiya ma'a zamilik. Buni sherikinglar bilan gaplashinglar deyilyapti. Xo'p, sizlarga keyingi vazifa bo'ladi. Arif bi nafsik va xo'p, wabda bit tahiyya va zkuril ati. Xo'p, o'zingiz haqingizda gapiring, tanishtiring deyapti. Birinchi o'rinda ismingiz ayting, yoshingiz ayting. Xo'p, keyingisi qaysi mamlakatdansiz shuni ayting va qaysi shahardan, qaysi mamlakatdan, so'ng qaysi shahardan va kim bo'lib ishlaysiz yoki talabamisiz yoki ishlaysizmi, shu haqida shu tartib bo'yicha o'zingizni tanishtiring deyilyapti. Xo'p. Bizda shu yerda to'xtaymiz. Bizda qovaid bor ekan. Xo'p, keyingi vaqtiga o'tishdan oldin mana shu qovaidni tushuntirib ketaman unda. Xo'p, bu safargi videomiz sal cho'ziladi, chunki ikkinchi qiroaga grammatika qo'shilib ketiladi bu kitobda. Xo'p, ismul ishara til mufrad. Bitta narsaga nisbatan ko'rsatish olmoshi bizda xo'p, hada va hadihi. Xo'p, demak, hada bu degani.
bu ko'rsatish olmoshi. Hadihi ham xuddi shunaqa. Faqat siz muzakkar jinsdagi narsalarni yoki shaxsni yoki narsa farqi yo'q. U narsaning jinsi muzakkarda bo'lsa, siz unga nisbatan hada, ya'ni bu deb mana bu olmoshdan, ko'rsatish olmoshdan foydalanasiz. Agar ko'rsatgan narsangiz muannas jinsda, ya'ni ayol jinsida bo'ladigan bo'lsa, biz hadihi olmoshdan foydalanamiz. Xo'p, keyingi mavzuyimizda bu yerda mana bu yerda yozyapti. Hada lil mufradil muzakkar, ya'ni masalan, hada ko'rsatish olmoshi mufrad muzakkarga. Mufrad degani bu birlikdagi narsaga degani, muzakkar erkak jinsiga degani. Hada rajulun, masalan, bu erkak kishi, masalan, rajulun degani arab tilida erkak kishi degani. Xo'p, biz erkak kishiga nisbatan nimadan foydalanamiz dedik? Hada ko'rsatish olmoshidanmi yoki hadihidanmi? Hadadan foydalanamiz dedik va undan keyin ismimiz birlikda bo'lish kerakmi, ikkilikdami yoki ko'plikda? Birlikda bo'lish shart qilinyapti. Xo'p, rajulun bizda birlikda bo'lgani uchun hada rajulun deb bemalol ayta olamiz. Bu surat bo'lsa ayol kishi, ya'ni bu ayol deyishimiz uchun hadihi ko'rsatish olmoshi lil mufradil muannas. Muannas va mufrad bo'lish kerak. Ya'ni son bo'yicha bitta, jins bo'yicha muannas bo'lish kerak. Sharti shular. Hadihi imratun. Bu ayol. Xo'p. Demak, keyingisi. Akmil deyilyapti, to'ldiring deyilyapti. Masalan, man hada. Bu kim? Bizdagi mana bu suratdagi kim deyilyapti? Talaba, talibun. Bu erkak jinsda. E'tibor beringlar. Bizda oxiriga mana bunaqa tamarbuta qo'shilsa, bu muannaslikni bildiradi. Ya'ni kalimani muannas jinsdaligini bildiradi. Demak, talibun bizda tamarbuta yo'q, demak bu muzakkar jinsda. Va bitta talaba deyilyapti. Talibun son bo'yicha ham bitta. Demak, bemalol biz hada ko'rsatish olmoshdan foydalana olamiz. Man hada, bu kim deb so'radi va javob beramiz biz. Hada talibun, bu talaba. Yokida mana bu qizni so'ramoqchiman, man hadihi deb so'rayman. Bu kim desam javobga hadihi taliba. Ya'ni ko'rsatish olmoshini savolga ham o'shandan foydalanasizlar, javobiga ham moslab foydalanasizlar. Xo'p, bizda mana bu erkak domla. Demak, bu erkak domlaga nisbatan hadadan foydalanamanmi yoki hadihidan? Demak, biz hazadan foydalanamiz, chunki bu erkak jinsi va birlikda turibdi. Man hada so'radim. Bu kim? Va javobiga nimadan foydalanamiz? Erkak jins bo'lgani uchun hada muallimun. Bu muallim. Keyingisida muallim ayol turibdi. Man hadihi, bu kim? Va javobiga ham xuddi shu olmoshdan foydalanamiz. Hadihi muallimatun. Muallimah qilib talaffuzi shunaqa talaffuz qilsak ham bo'ladi. Xo'p, qolgani sizlarga vazifa bo'ladi. Istahdim hada aw hadihi fil makani sahih. Demak, hada va hadihidan foydalaning, faqat to'g'ri joyda deyilyapti. Moslab qilasizlar. Qolgan vazifalar yodlashlik va qolganlari sizlarga vajib lil bayt bo'ladi. Vajibul bayt desak ham bo'ladi. Xo'p, inshaalloh keyingi darsimiz 2-bo'limdan boshlaymiz. Savolinglar bo'lsa, Telegram guruhga o'tib savol bersanglar bo'ladi. Fikr, taklif, mulohazalar hammasini kommentariyada yozsanglar bo'ladi. Arab tilini o'qimoqchi bo'lgan, individualni o'qimoqchi bo'lgan o'rtog'inglar, yaqininglar bo'lsa ham tarqatsanglar, savoblariga sherik bo'lasizlar. Bismillah taala. Ma'akum Samiha. Ma'assalama fi amanillah.